Assalomu alaykum video kuzatuvchilar. Umuman YouTube'ga qo'ymagan fasonimni qo'yapman. Bu yubkashim, yubka bryuk deyiladi. Hozir trendda urfga kirgan cho'ntakli, albatta shtapel matosidan ikki buklangan holatda bichib olamiz. Asos andazasi oddiy yubka asos andazasidan olinadi. Hech qachon shimdan olinmaydi. Endi shimdan olish mumkin, kimlardir olishi mumkin, lekin biz o'qishimizda pryamoy yubka asos andazasidan olinadi. Bo'ksalarini hamma yog'ini belgilab olyapman. 1 sm chok hisob berib oldim. Kromkalarini ajratib olyapman. Mel bilan chizib, bo'y uzunligini o'lchab olyapman. Klientdan o'lchangan bo'y uzunlik. Albatta bu shtampel, papli matolarda, kirishuvchan matolarda klientni xohishini inobatga olinadi hamda qo'shimcha haq qo'shib beramiz. Biz o'zimiz tikuvchilar, sababi bu shtapel matolar biz o'zimiz yuvib tikib bergan taqdirimizda ham yana yuvilganda kirish hisobi bor. Har kim har qanaqa yuvib, har qanaqa quritadi. Shunda kalta bo'lib qolibdi degan muammodan chiqish maqsadida aynan uzunlikka kirishadigan matolari bor va enidan ham kiradigan shtampellarimiz bor, eni va bo'yidan. Eng kamida 3 metr matodan 20 santimetrgacha bo'y uzunlikdan kiradi. Enidan 15 santimetrgacha kiradi. Shuning uchun biz qo'shib beramiz. Eniga 1,5 santimetr, 2 santimetr qo'shib berish haqqimiz bor. Fasonga qarab. Endi yozda ko'pchilik yopishgan kiyishmaydi, u problema emas, lekin uzunlik kalta bo'lib qolsa, ayniqsa shimlar kalta bo'lib qolsa, lozimlar kalta bo'lib qolsa, u juda ham bilinarli holat bo'ladi. Shuning uchun biz pastki etak qismiga 2-3 santimetr qo'shib beramiz uzunlikni. Klient xohishidan tashqari tagiga qaytarib tikib qo'yamiz. Va shaxsan men o'zim shunaqa qilaman. Aytaman, bir marta tikdim va yana qayta ikkinchisini qaytarib qo'ydim. Bittasini sotib olib tashlashingiz mumkin. Shunda agar kalta bo'lib qolsa deyman, ikkinchi chokini ham tayyor qilib qo'yaman. Ochgandan keyin dazmollab kiya oladigan qilib. Klientga o'sha chiroyli qulaylik yaratib berish maqsadida. Yubka shimimizni etak qismi 2 santimetrga kengayadi asosga nisbatan, etakgacha bo'lgan holatda. Og'dan chiqqan qismidan cho'ntak sifatida foydalanamiz. Bu zamoksiz bo'ladi. Xohlang zamok qo'ying, yon tarafga, old xohlagan tarafingizga zamok qo'ying, lekin bizniki orqasida belida rezinka bo'ladi. Mana oldini bichib oldik. Endi orqa. Orqada og'i ko'proq chiqqan bo'ladi. Og'iga e'tibor bering. Oddiy shalvarimizga nisbatan, kulyotlarimizga nisbatan yoki shimlarimizga nisbatan og'lar juda ham katta chiqiladi. Qaysi bir qizlarimiz aynan shu asos andazani o'rgatayotgan vaqtimda ham shundoq qarab turib bichib olgan qizlarimiz bor. YouTube'da ham juda ham shogirdlarim ko'p, o'zimga yozishyapti. Yordam berganingiz uchun katta rahmat. Men juda ham xursandman qizlar. Sizni o'sha videolaringizdan men tikuvchi bo'ldim degan qizlar bor. Oddiy o'sha ko'ylak lozimni ham hatto tika olmaydigan qizlar shundan o'rganib tikkandan juda ham xursandman. O'qitishmadi, o'qiy olmadim, masalan, mashinam yo'q yoki sharoitim yo'q deb o'tirgandan ko'ra aynan shundan tikib kiyganinglar uchun ham kattakon rahmat, o'zim minnatdorchilik bildiraman qizlar. O'rganishdan to'xtamang. Mana orqasini ham bichib oldik. Bahona toshlari, bahona g'ishlari doim tayyor turadi. Bahonachini oldida deyiladi-yu, g'isht qo'ygan saringiz yo'lingizda o'zingiz to'sib borasiz. Shuning uchun bahonachini ish ko'paymaydigan to'ppa-to'g'ri bo'ladi. Men o'zim ham masalan hech qanaqa bir tikmasam ham kunim o'tadi. Pulim yetarli, Xudoga shukr. Masalan, xo'jayinim majburlamaganlar, lekin o'zimni shu yoshlikdagi qiziqqan kasbim bu. Tikma degan vaqtlari ham bo'ldi. Sog'lig'ingga qara yoki bolalarga qara degan vaqtlar bo'ldi. Bolalarim o'sha katta bo'lgandan keyin yana ham kuchaydi. Bunaqa o'sha kasbga qiziqish, hunarga qiziqishim kuchayib ketdi.
Mana tayyor bo'ldi orqa tarafimiz ham. Mana hozir ko'rsatib o'taman skladka terishi. Skladkani belni hisoblab turib terib olamiz. Mana shu holatda tayyor bo'ladi. E'tibor bering, og'lari juda ham katta chiqadi, chiroyli turadi. Bu mana cho'ntak og'dan chiqqan qismidan cho'ntak oldim. 4 ta, bu cho'ntak uzunligi mana 28-29, eniga 15-16. Qo'l sig'adi, bemalol bitta telefon sig'adi. 4 qavatda mana bir-biriga qaratib bichganman. Bu poyez qismi. Poyez qismi oldi skladkalardan tashqari, skladkalarni terib olgandan keyin oldida rezinka yo'qligi uchun shunda olinadi. Orqa qismi, orqani skladka qilmasdan turib chok qismini ajratamiz. Yon tarafdan 2-2 sm chok ajratib, orqa bo'ksa qismini o'lchaymiz, belini. Orqa juda ham katta bo'ladi. Shuni o'lchab turib, shundan 10 sm ayiramizda 8 sm ayirdim men. Keyin bel qismiga o'sha rezinka qo'yganim uchun poyez bichib oldim orqaga. Orqani poyez ko'proq bo'ladi oldiga nisbatan. Hozir tikish jarayonimda ham ko'rasiz nimaga ko'pligini. Mana 5-6 sm da cho'ntak bichib olasiz. 1 sm chok haqiga kirganda eniga 4 sm ochiqlik qolsa bo'ladi cho'ntakka. Pastki bo'y uzunligi qo'l hisobidan ham olinadi, klient xohishi bilan ham olinadi. Klient telefonlarim, narsalarim tushib qolmasin, sal torroq bo'lsin, qo'lim kirib chiqsa bo'ldi, telefonim sig'sa bo'ldi degani uchun shundoq qo'limizni qo'yib o'lchab oldik. Odatda 17 sm, 18 sm ochiladi shimga cho'ntak uzunlik. Hozir bizniki 16 sm bo'ldi. 15-16 sm. Tikkanda o'sha 15 qoladi. Chok haqiga kiradida. Salgina yoyroq qilib tikib tushamiz. Va cho'ntak tarafga chokni yotqizib 0,1 da chokni mustahkamlab tikib olamiz. Va dazmol qilamiz, akkuratni chiroyli qilib. Shoshsak ham ko'pincha men o'zim ham shoshib, keyin orqasidagi qopini ham bir yo'la tikib olay yoki qolganini ham qilib olay keyin degan vaqtim ham bo'ladi, lekin ko'nglimdagidek o'xshamay chiqib qoladi to'g'risi. Baribir boshqatdan qiladigan vaqtim ham bo'ladi. Lekin erinmayman. Boshqatdan buzib klient o'zi sezmaydi. Masalan, o'sha holatda men o'zimga ko'rinadi. Vijdonim qiynalib ketadi. Shuni to'g'rilab bermadim-da deb keyin shartta ustidan yechib olaman-da yoki keyin shuni ustida yechib olmasdan o'zim boshqatdan qilaman. O'zimga yoqmadi-yu deb vijdon qiynaladi, boshqatdan qilaman to'g'rilab. Shunaqa. Mana cho'ntak tikish unaqa ham qiyin emas. Mana salgina yoyroq bo'ldi, tekis bo'lmadi. Bunaqa cho'ntaklar o'zi shunaqa chiroyli, yoy sifat, bir shaklli bo'lishi kerak. Cho'ntaklar asosga birlashtirib tikib olinsa, surilib ketish, o'sha ish jarayoningizda qiyinlashishi bo'lmaydi, osonlashadi ishimiz. Mana mahkamlab oldik cho'ntakni va pastki qismini ham. Shtampil mato bo'lgani uchun juda ham yumshoq, mayin. Mana qotirib ol. Endi pastki qop qismini tikib olamiz. Klassik shimlarda 3 sm shu joydan kiriladi va aylantirib tikib chiqilinadi, burchak hosil qilib. U burchakka kiyim tikib berib ochib qo'yiladi. Klassik shim tikkanman, erkaklar shimlari. Shuni ko'rsangiz ham bo'ladi. Ko'p cho'ntak tikishlar o'tganman. Aynan alohida qilib emas cho'ntakni, faqat o'sha shimlarda, shortiklarda, qaysi bir ko'ylaklarda tikkan bo'lishi mumkin. Shunaqa. Mana cho'ntagimiz tayyor bo'ldi. Mana trenddagi cho'ntak. Shu holatda bo'ldi. Tayyor dazmol qilib olamiz, overlock qilib bo'lib. Endi skladkani hisoblab olamiz. Bel bo'lingan to'rga va necha qolgan bo'lsa, masalan, o'sha bel bo'lingan to'rga qo'yamizda, qolgani necha qolgan bo'lsa skladkaga bo'lamiz. Skladkaga bo'lish uchun meniki 18 sm oshiqcha qoldi. 18 ni
man 3ga bo'ldim. 3ga bo'lganimda 6 santimetrdan chiqdi. Man 3ta skladga qo'yishim kerak-da. Siz nechta skladga qo'ymoqchi bo'lsangiz oshiqchani o'shanga bo'lasiz va chiqqan sonni 2ga bo'lasiz. Shunda necha skladga buklashingiz kelib chiqadi. Meniki 18 edi, 3ga bo'ldim, 6 ni 2ga bo'ldim, 3 santimetrdan buklov berdim. Mana natija. Mana 18 o'sha bel bo'lingan to'r qoldi. Klientni o'lchovi o'zi. Hozir dazmol qilib oldim bulavkada, tayyor qilib bo'lib. Yana kontrol qilib tekshirib oldim, bel sig'adimi, yo'qmi. To'rdan biri, ya'ni belni. Oldida chunki tekis poyasi bo'ladi, yubkadek. Orqada rezinka bo'lgani uchun oldini aniq ikki yonga keltirishimiz kerak edi. Choklarini ikki yonga kelishi uchun biz to'g'ri skladga hisoblashimiz kerak. Kam bo'lib qolsa oldiga kelib qoladi ikkita yon. Ko'p bo'lib qolsa orqaga ketib qoladi. Shuning uchun to'g'ri hisoblab ikkita yonga chokini keltirishimiz shart. Bo'lmasa klient yuzimizga qarab otib ketadi. Cho'ntagim orqaga ketib qolibdi, oldiga kelib qolibdi deb. Oldog'iga tikib oldik va mana bu orqa og'i. Orqaga skladkani berib olsangiz ham bo'ladi. Sal o'sha dumbasi kichikroq bo'ladigan bo'lsa 5-10 santimetr farq qilmaydiganlar bo'ladi belga nisbatan. Lekin o'sha sal o'sha orqa bo'ksalari kattaroq bo'ladigan bo'lsa, skladkani kamroq beramizda, rezinka, orqada rezinka bor, o'sha trendda, modadagi bo'lgan shimlarda. Biz shunaqa qilib beradigan bo'ldik. Klient kiyib yechganda qiynalmasligi uchun bel ingichka, juda ham bel ingichka, belga yopishib turish kerak. Aynan shu yubkamiz. Shuning uchun orqani haqqini o'sha bo'ksiga kirib chiqadigan qilib beramiz. Hisob-kitob bo'yicha. Orqaga ham masalan bir xilda skladga terib yuboradigan bo'lsak, bo'ksidan kiyib chiqishiga qiynaladi klient. Shuning uchun orqani skladkasi kamroq beramiz oldiga nisbatan. Bo'lmasa bir xil bersak, bo'ksadan o'tmay qoladi yubkamiz. Chunki zamogi yo'q, rezinka degan klient. U qanaqa kirib chiqishi ular uchun farqi yo'q. Zakaz berdimi, o'sha tayyorini ko'rdimi, yo'q, zamog yo'q ekan deydi, qo'yadi. Rezinka qilib bering deydi. O'sha bo'ksasidan sig'dirib o'sha beliga yopishadigan qilib hisob-kitob qilib olganman. Tikish jarayonimda ham ko'rasizlar qanaqa chiqadi, nima bo'ladi. Lekin oldi skladka bo'ldimi, orqada ham skladka bo'lishi kerak. Shuning uchun skladka ko'rinish qilib beramiz. Skladkani kamroq beramiz, lekin rezinkaga ham yig'iladi orqa. Unisi ham bunisi ham qo'yib, o'sha bo'ksani ham kirgizib belga yopishadigan holat qilib beramiz, xudo xolasa. Mana ikkala yonni ham tikib olamiz. Tikib oldik. Overlock qilinadi. Ichki qadamchoqlar ham tikib olinadi. Overlock qilib dazmol qilinsa ham, rosa ham chok chiroyli ochiladi. Albatta tekis qilinishiga bog'liq. Yubkani bichayotgan vaqtimda e'tibor bergan bo'lsangiz, yubka shimni ya'ni. Xuddi mana yubkani ikki yoni ko'tarilgandek bichiladi. Ikkita bel yon qismi. Klyot, klassik shimlarda orqa og' ko'tariladi, e'tibor bergan bo'lsangiz. Shunisi bilan farq qiladi. Va bunda yubka shimda og' juda ham ko'proq olinadi. Og'ga chiqish. Xohlovchilar Telegramga o'tinglar, Telegramda o'rgatib qo'yaman. Tayyor tikib oldik. Mana oldi qismini ko'rsatib o'taman. Bu chokdan bu chokgacha oldi qismi poyas to'g'ri o'lchab olinadi. Poyas qismingiz rezinkamiz bizniki 4 cm bo'lgani uchun 5, umumiy 10 cm endi oldim va oldi qismi. Bu orqani ko'ring mana. Butun orqa mana orqa qismi. E'tibor bering. Endi rezinkaga yig'ib olamiz orqani mana shunaqa holatda. Rezinkamiz 4 cm enlikda, 1 cm chok haqi qoldirdim. Mana shu holatda tikib olamiz.
1 santimetr u belga asosga ulash uchun mana bu rezinkani orqa kenglikni o'lchagan holatda shundan 10 santimetr minus qilib oldim, chunki tortib turishi hisobiga. Orqa kenglikdan anchagina 10 santimetr kam olinadi. Buni orqani o'ziga tayyor buklov qilib rezinka holatiga keltirib olsa bo'ladi. Tikishda oldiga alohida ulab tikmasdan rezinkani tayyor holatga keltirib olishi usullari juda ham ko'p. Bu usul ham bor, masalan, tekis ikki tarafli tikib olish yoki orqani o'zini buklov qilib, rezinkani o'rtasiga chok tushirib, keyin oldini ulab olish ham bor. Har xil holat bor, lekin biz mana shu holatni tanladik. Mana ikki taraf tikildi, oldi orqa birlashtirildi. Endi mana e'tibor bering. Rezinkani qarang, mana qancha. Buklovda 10 santimetr kam beldan. Orqa beldan. Mana o'rtasini qo'yib olaman, ushlab. Belgilab olsangiz mayli, bulavka qilib olsangiz mayli yoki aylantirib tikib olgan ham ma'qul, ichiga olib turib. Mana ichiga olib olaman endi. Bulavkani olib tashladimda. Ichiga olib bir chok berib olaman. Chok hisobini qo'yib ketganman. 1 santimetr aylantirib hozir tikib olaman. Keyin bulavka ham shart emas bo'ladi. Mana shu holatda. Rezinkani tikib olmaymiz. Faqat o'sha chok hisob olingan qismini tikib ketamiz. 0.5 da tikib olsangiz ham bo'ladi. Keyin o'sha rezinkani boshqarib joylashtirib olgandan keyin u qiyinchilik tug'dirmaydi asosga tikishda. Buralganga o'xshab qolibdi rezinka. Mana buralmagan, to'g'ri shunday tikib olamiz. Ana. Rezinka tayyorlashi bu qismi bor. Yana bir uslublari bor. Uni orqani o'zini tayyorlanadi, oldiga ulanadi. Bu boshqa uslub. Mana rezinkamiz tayyor. Belga moslab oldik. O'sha klient kiyganda bo'ksasidan o'tadi. Bemalol bo'ksasi sal kattaroq. Bel ingichka, belda quchoqlab turishi kerak. Yubka shimimiz tushib ketmasligini hisobga olib hisobladik hammasini. Mana orqa rezinka oldi. Mana shu holatda. Mana belni o'lchadim. Belimiz 78 bo'lsa, 2 ga bo'linganda 38. Biz belimiz mana tayyor bo'lishi 34 bo'ldi. 4 santimetr quchoqlab turadi belni. Aylantirib belimizga tikib olamiz. Mana yon chokka yonni qo'ydim. Tikilishiga e'tibor bering. Oldi qismiga moslab olganmiz chok hisoblari bilan. To'g'ri 1 santimetrda aylantirib tikib kelamiz. Oldi qismini faqat. Orqada endi rezinka bo'ldi. Yengil skladga berib olamiz. Hozir mana tikish jarayonimda ham ko'rasiz. Sababi o'sha dazmol qilinganda orqa oldi skladkadek turadigan qilib vaziyatdan chiqamiz. Agar standartroq gavda bo'lganda bu qiyinchilik tug'dirmasdi. Oldi orqani o'sha bir xilroq qilib skladga berib olib turib rezinka qo'ysak bo'lar edi. Bel ingichka, shuning uchun bo'ksani sig'dirib olishimiz kerak edi. Mana e'tibor bering rezinkani qancha tortilgan. O'rtasini oldim, belgilayapman o'rtasini va yubkani o'rtasiga keltirib bulavka qilib olsangiz qolganini o'sha mana ozroq 1 santimetr enlikda skladga berishimiz kerak. Mana shunaqa qilib 3 ta skladga berib olaman. 1 santimetr enlikda berib, masalan, dazmol qilganda ham, mana bu rezinkaga yig'ilganda ham xuddi oldidagidek skladka bordek ko'rinadi-da. Mana shunaqa qilib bulavkalab aylantirib tikib chiqaman. Bo'ldi, уже tayyor orqa qismi почти. Mana tortyapman. Mana mos keldi. E'tibor bering.
xuddi shunaqa qilib o'rta oqchokiga to'g'rilab turib tortib turib tikib kelinadi. Sababi o'sha o'lchaganda 10 santimetr orqadan kam olingan hisobi bor poyez qismi. Kimdir tushunyapti, kimdir yo'q. Buni tikib ko'rgan biladi, xatoni qilib ko'rgan biladi. Qayerda nima xato kelib chiqqanini. Ayniqsa nostandartlarda bo'ksiz katta beli ingichkaligi buni sig'dirib olish ham oson emas. Zamoksiz. Endi orqadagi rezinkaga beramiz haqni va oldi ikki yon qochib ketmaslik, orqaga yo oldinga bo'lib ketmaslik uchun to'g'ri skladka olish hammasi bo'lishi shart. Mana tikib olamiz. Skladkalarni qo'lim bilan to'g'irlayapman. Mana shu holatda taxlanib, buklanib kirib qolmaslik uchun faqat bulavkada to'g'irlaganman. Erinmasdan chiroyli qilib tikib kelaman. Rezinkani ham tikib olmaslikka harakat qilamiz. Mana shu holatda mana. Ana o'rtagacha keldik. Endi ikkinchi taraf ham xuddi shunaqa. Orqani ikkinchi taraf. Orqani chiroyli qilib o'sha bir xilda skladka bilan terib olib tikib chiqib ketamiz. Baribir rezinkaga yig'ilganda o'sha skladkalarning ichiga burmalarimiz kirib qoladi, xuddi skladka bordek. Oz berdik lekin skladkani, lekin mana bu rezinkaga yig'ilganda o'zi oldi bilan bir xilga o'xshab turadi. Har qanaqa vaziyatdan chiqsa bo'ladi. Imkon bor, faqat ozroq bosh qotirilsa bo'ldi. Mana shu holatda. Mana tayyor. Overlock qilamiz. Klient beliga to'g'ri keldi poyezimiz. Mana pastini ham bosib oldim. Mana tayyor bo'lgan holati. Mana etak qismini qarang, qanaqa katta. Mana skladkalari mana turibdi bilinib. Sal o'sha uncha videoda ham ko'rinmadi. Mana oldi qismida mana cho'ntaklari bor, poyezlari bor. Mana kengligi mana yubkaga o'xshab qolgan. Mana skladkalari hammasi terilib turibdi.